Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, aziz vatandoshlar. Mana bugun sizlarga o'zimda hovlimda xonadonimda bo'lgan payvandlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Bu o'zimizda O'zbekistonda yetishtirilgan yaxshi bir navimiz oqmag'iz yupqa po'choq. Mana shoxlarini ko'ryapsiz. Mevali ko'zlarini, mana changlatuvchi sortlari, erkak navdalari ham, mevali shoxlari ham juda yaxshi rivojlangan. Mana shular to'liq meva beradi har yili. Mana o'tgan yildan qolgan bir mevasi shoxni olib tashlaymiz keyinchalik. Xo'p, nimani tanishtirib o'tmoqchiman? Mana shu tanamizga vaqtida mana bitta bu yerda ikkita, mana 4 ta navda qo'ygandik. Mana 2 yil davomida yaxshi rivojlandi. Tana qalinligini ko'rib turibsiz. Bularni chiqarib tashlagandik ikkitasini, ikkalasi yaxshi rivojlandi. Endi buni ham xudo xolasa 1 yildan keyin buni olib tashlaymiz va tana to'liq 1 yil davomida tanani yopib ketadi. Hozir yana bir boshqa bir daraxtni tanishtirmoqchiman. Mana bu daraxtimiz ham payvand bo'lgan. Bu 2021-yil bo'lgan. Mana ko'rib turibsiz. Taxminan balandligi 5 metr. Mana yon shoxlari qay darajada egilgan. Mana sizga tanishtirmoqchiman. Mana yon shoxlarini ekib, mevali shoxlarni rivojlantirganmiz. Mana mevali shoxlarni ko'rib turibsiz. Tepada ham shoxlari. Bu yerga ham xuddi shunday tartibda 21-yil bo'lsa, 2025-yil 4 yil davomida tana to'liq birikib ketib bo'lgan. Bu yerga ham xuddi shunday 3 ta qalamcha taqilgan edi, 4 ta qalamcha taqilgan edi, bittasi ushlamagan edi. Yonboshdagilarni oldik. Mana buni o'tgan yil olib tashladim. Mana ko'rib turibsiz, buni ham yopyapti. Mana bu tana esa mana to'liq birikib ketib bo'lgan. Hozir buni shamol yoki texnika ham qo'parib yubora olmaydi. Shunchalik mustahkam bo'lgan. Hozir sizlarga payvandlashni tanishtirmoqchiman. Payvandlashni sizga tanishtirib o'tmoqchiman. Tepasini kesib oldik. Bunday tekislanadi. Bu yerda mana matapella bilan uyib oldik. Hop. Mana bu kesib olingan joy, mana biz uyib oldik maxsus shu uyma payvand uchun. Buni ichini tozalaymiz. Ko'rib turibsiz. Bu tomondan o'tib. Buni matapellada qolindi, arrada qilish mumkin, har xil holatda qilish mumkin, lekin обязательно ichini tozalash kerak. Bu o'yma payvand deyiladi, yengil rivojlanadi. Bu xudo xolasa 100% ushlaydi bu. Xo'p, hozir bu yerga bitta qalamcha o'rnatamiz va shu tartibda qolgan qalamchalar qanday tartibda o'rnatiladi, oxirida videoni oxirida yana ko'rsatib beraman. Qalamchani tayyorlash. To'xtating. Yo'q, o'rush. Sataq dashtami ekan debman. Sen ko'p gapirishing. Doğru. Qanday Muhammad? Nima qilib jabsan? Sizlar bekor yuradigan bolalar emas-ku. Shamol bo'lsa ham, hech narsa bo'lsa ham qimirlamaydi. Mana shunday tartibda o'rnatib olinadi. Mana yonboshini ko'rsat. Yonboshda mana ochiq joyi qoldi. Bu yerdan kallis qismi yopadi. Bu yerdan hozir yana 3 ta qalamcha taqib, oxirida sizga yana ko'rsatib beraman. Uchirib qo'ying. Mana azizlar, payvandlarimizni tugatdik. Uchlariga shunday maxsus yomg'ir tushiga qarshi ularni qo'yib qo'yamiz, dorilarni.
yaxshilab shu vaqt tashaver. Mana tagidan suvlar oqishi uchun kanalchalar ochib qo'yganmiz. Shu tomonidan. Shu tartibda turadi, xudo xolasa. Bir oydan keyin bularni holatini, qanday bo'lgan, nima bo'ldi, qay holatda ko'kardi, bularni yana sizlarga tanishtirib o'taman. E'tiboringiz uchun rahmat.